Vatari teng yo'l uchburchakning 8 santimetrga teng asosda yotuvchi va uchburchakning yon tomonlariga urinuvchi aylana yasalgan. Agar uchburchakning asosiga o'tkazilgan balandlik 3 santimetrga teng bo'lsa, aylana radiusini toping. Sizlarni biroz yaqinlashtiramiz. Bizda AB vatar berilgan. AB vatar uzunligi masala shartida 8 santimetrga teng. Uchburchakning asosiga balandlik o'tkazilgan. S1 balandligimiz, balandlik uzunligi 3 santimetrga teng. Dastlab bir nuqtadan chiqqan urinmalar o'zaro teng bo'lgani uchun ASga BSimiz teng bo'ladi. Ya'ni ABC uchburchagimiz teng yo'lli. Teng yo'lli uchburchakni uchidan tushirgan balandligi ham mediani ham sektorisi bo'lgani uchun asosini teng ikki qismga ajratadi. Hop, endi burchakka chiqizilgan aylana markazi shu burchak bisektorsiyasida joylashgani uchun S1 balandligimizni davom ettirsak, aylana markazi ham shu S1 balandligini davom ettirganimizda shunga tegishli bo'ladi. Aylana markazidan uchburchakni asosini, ya'ni AB vatarimizni B uchiga radius tushiramiz. Bu urilish nuqtasi bo'lgani uchun bu 90 gradus bo'ladi va OB kesmamiz aylana radiusiga teng. Xo'p, bu burchagimizni alfa deydigan bo'lsak, bu burchagimiz 90 gradus, bunisi 90 minus alfa bo'ladi va bunga qo'shni bo'lgan bu burchagimiz 90 gradus bo'lgani uchun bu burchagimiz alfa bo'lishga majbur. Dastlab hop, uchburchak S1OBdan kosinus alfani yozadigan bo'lsak, kosinus alfamiz yopishgan katetni, ya'ni yopishgan katetimiz 4, gipotenuzamiz radiusga nisbati 4 taqsim radius. Hop, uchburchak S1Bdan bu yerdan ham kosinus alfani yozadigan bo'lsak, kosinus alfamiz hop, yopishgan katetni hop, gipotenuzamiz shu yerda S1Bimiz to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib, ikkita kateti 3 4 ga teng bo'lsa, gipotenuzamiz 5 ga teng bo'ladi. Pifagor teoremasida, ya'ni BSimiz 5 ga teng. Hop, kosinus alfamiz yopishgan katet 3 ni, gipotenuzamiz 5 ga nisbat. Bu yerda kosinus alfalarni o'zaro tenglab oladigan bo'lsak, 4 taqsim radiusimiz teng bo'lyapti 3 taqsim 5 ga. Bundan kelib chiqadi radiusimiz 20 taqsim 3 ga teng.